Do'stlar, Andijondamiz Sariqbola Pizza tez kunda shu yerda o'z ish faoliyatini boshlaydi. Va men turgan joy 500 kvadrat metrdan iborat va e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda asosan katta miqdorda panellardan foydalanilgan, ya'ni qoplamalar, devorlar, o'tiradigan joylar panellardan foydalanilgan. Sababi aynan mana shunday katta hajmdagi maydonlarda paneldan foydalanish afzallik jihati arzon, tez o'rnatiladi va oson o'rnatiladi. Shu sababli panellardan foydalanadi. Undan tashqari bu yer jamoat joyi hisoblanadi. Bu yerda xavfsizlik birinchi o'rinda, panellar esa yong'inga juda ham chidamli hisoblanadi. Agar siz ham uyingizga, ofisga, ishxona, maktab, restoran, har qanday bir odamlar ko'p bo'ladigan jamoat joylariga qurilish qilayotgan bo'lsangiz, ta'mirni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, shubhasiz panellardan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Bu borasida esa eng munosibi Dekapol panellari hisoblanadi. Agar sizga ham aynan mana shunday sifatli panellar zarur bo'lsa, bizga murojaat qiling. Quyidagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling. Biz o'rnatib beramiz, qo'shimcha ma'lumotlarni havola etamiz.